Agar sizlarni ham uylarda shunaqa buxan kanallar qolib ketayotgan bo'lsa, tashlab yuborishga shoshilmanglar. Videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Duxovkaga qo'ysa bo'ladigan idishga yoki listga nonlarni solib, ustidan tuz, qizil paprika, quritilgan rayhon sepib, nonlarimizni ko'p kamligiga qarab yog'i ham solamiz. Qo'limiz bilan yaxshilab aralashtirib, hamma joyiga yoyib olamiz. Hamma joylari qizarguncha duxovkaga damini beramiz. Ungacha sizlar bilan Milaf Cola haqida gaplashamiz. Milaf Cola Saudiya Arabistondan kelgan ichimlik bo'lib, tabiiy xurmo shirasidan olingan qo'shimcha shakar va ximikatlarsiz. Hozirda Milaf Cola o'zining katta tanlovini o'tkazmoqda. Bosh sovrin 2 umra safari. Buning uchun siz o'z Instagram sahifangizda Milaf Cola'ni belgilab, video joylashingiz kerak. Mana kereshkilarimiz ham pishib chiqdi. Video yoqqan bo'lsa, yurakchani qizartirib, do'stingizga yuborib qo'ysangiz xursand bo'lardim.